Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz musofirda yurgan birodarlar, sizlar mening diyorim kanalini kuzatib bormoqdasiz. Sizlar bilan men Muhiddin Muhammadjon o'g'li. Azizlar, bugun e'tiborlaringga Rossiya obyektlardan O'zbekistonga bo'ladigan eng arzon aviabilet narxlarini e'tiborlaringga havola etaman. Kimda-kim bizdan sotib olmoqchi bo'lsa, mana shu ekranda ko'rib turgan WhatsApp, Telegram nomerlari orqali bemalol murojaat qilsa ham bo'ladi. Inshaalloh arzon biletlar qilib berishga harakat qilamiz. Bundan tashqari kimda-kim granitsa qilib kelmoqchi bo'lsa, kirdi chiqdi qilib kelgani ham arzon biletlarimiz bor. Qani bo'lsa aviabilet narxlarini e'tiborlaringga havola etaman. Xo'p, Moskvadan Toshkentga azizlar 1-fevraldan 28-fevralgacha 8500 rubldan 11000 rublgacha bor. 23 kilo bagaj 5 kilo rushnilari bor. 32 kilo bagaj 8 kilo rushnilari bor kompaniyasiga qarab. Xo'p, Sankt-Peterburgdan Buxoroga azizlar 1-fevraldan 27-fevralga qadar 10.000 rubldan bor, 23 kilo bagaj, 8 kilo rushnilari bilan bor. Xo'p, Sochidan Toshkentga azizlar 3-fevraldan 28-fevralga qadar 9800 rubldan bor, 23 kilo bagaj, 8 kilo rushnoy bilan. Xo'p, Kazandan Toshkentga azizlar 3-fevraldan 28-fevralgacha 12500 rubldan 23 kilo bagaj, 8 kilo rushnoy bilan. Xo'p, Krasnoyarskdan Toshkentga 4-fevraldan 28-fevralga qadar 12000 rubldan bor, 23 kilo bagaj, 8 kilo rushnoy bilan. Bularda hammasi O'zbekiston havo yo'llari. Xo'p, Mineralniy Vodadan Toshkentga 1-fevraldan 28-fevralgacha 9800 dan bor, 23 kilo bagaj, 8 kilo rushnoy bilan. Grozniydan Toshkentga 1-fevraldan 27-fevralga qadar 9000 rubldan bor, O'zbekiston havo yo'llari, 23 kilo bagaj, 8 kilo rushnoy bilan. Xo'p, Novosibirskdan Toshkentga 2-fevraldan 26-fevralga qadar 9500 rubldan 23 kilo bagaj, 8 kilo rushnoy. Bundan tashqari Rossiyaning boshqa viloyatlaridan ham inshaalloh arzon biletlar qilib beramiz. Yana bir bor eslatib o'taman, kimda-kim bizdan sotib olmoqchi bo'lsa, mana shu ekranda ko'rib turgan nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Telegram, WhatsApp, Imo bor. Telegram, WhatsApp, Imo orqali aloqaga chiqsalar, inshaalloh arzon biletlar qilib beramiz. Bundan tashqari kimda-kim granitsa qilib kelmoqchi bo'lsa, granitsaga ham arzon biletlar qilib beramiz, xudo xolasa. Kimda qanaqa savol bo'lsa, kommentariyada yozinglar, WhatsApp, Telegram orqali yozinglar. Inshaalloh hammaga javob qaytarishga harakat qilamiz. Kanalimizga podpisatsiya bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.